Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan joylarda qonun buzilishi holatlari aniqlandi. Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan shaxs aldov yo'li bilan chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroning ishonchiga kirib, tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 3,5 gektar yer maydonini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali uning nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 1 milliard 500 million so'm talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 110 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari va 100 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasida kuzatilgan holatda esa Qo'ng'irot tumanida qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkor Amudaryo tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan shaxsning ishonchiga kirib, aslida boshqa bir fuqaroga quyonchilikni rivojlantirish uchun Tahiyatosh tumani hududidan ajratib berilgan 169 gektar yer maydonini go'yoki o'ziga tegishli ekanligini aytadi va uning 50 gektar qismini har gektarini 1000 AQSh dollaridan jami 50 ming AQSh dollariga sotishini ma'lum qiladi. Ammo firibgar tadbirkor so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Unutmang, yer umummilliy boylik. Undan qonuniy va samarali foydalanish uchun tegishli tartiblar joriy etilgan. Ushbu tartiblarga amal qilmaslik javobgarlikdan soqit etmaydi.